Assalomu alaykum biznesmen akalarimiz. Vodiyda yagona bo'lgan Chust Concord zavodiga yetib keldim. Bu zavodda nimalar ishlab chiqariladi? Birin-ketinlik bilan sizlarga obzorni qilib beraman. Misol uchun oddiygina shu gultvak. Sizni restoraningizga, dachangizga ikkita chiroyli bir archani ekadigan bo'lsangiz, juda ham bir chiroyli manzara beradi. Tashqi tarafga qolaversa, klinikalarga, mehmonxonalarga tashqi dizayn uchun favvora, fontan deyiladimi? Bu 9 million so'm. Buni kichikroq kerak deydigan bo'lsanglar, mana bu narsa 3 million 800 ming so'm ekan. Inshaalloh buni ham uylarga olsanglar bo'ladi. Bundan tashqari mini shunaqa rakvinalar bor ekan. Gold bo'ladi. Goldni 4 million 900 ming so'm. Xuddi shuni 4 million 900 ming so'mga bu yoqda mana oqi ham bor. Ko'rdinglar? Xohlasanglar buni kichkinasi ham bor. Endi kelinglar ichkarini ko'rsataman. Ichkarida sizlarga tayyor, hali abrezas deydimi, shunaqa qilib ko'rsatilgan mana zinapoyalar bor ekan. Siz uyingizni qildirmoqchi bo'lsangiz, mana qaysi mahsulotdan qanaqa qilib foydalanasiz, qanaqa chiqishini hammalari ko'rsatilgan. Bu yerda rakvinalar bor, mana rakvinalar 1 million 350 ming so'm bu rakvinalar. Bunisi ham 1 million 350 ming so'm. Bunisi ham 1 million 350 ming. Xullas, mana shu bejirim chiroyli bo'lgan rakvinalarni siz 1 million 350 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Buni dastavkalari zavod bo'lgan hisobiga hali ikkilamchi qo'l emas, birinchi qo'l kelishilgan holatda dastavkalarni qilib berishar ekan. Dastavka bepul emas. Chust Concord zavodi uzoq yillardan beri mana shu O'zbekistonda katta proyektlar bilan ishlab kelib, katta loyihalarni o'zlari olib bitkazib berishar ekan. Burchakkalarda ham akalarimiz uzoq yillardan beri biz qilamiz, bizdan keyin boshqa insonlarga yangi qoliplarni, dizaynlarni bir ko'rsatib beramiz deyishdi. Birinchi qo'lda o'zlari yangiliklar bo'yicha izlanib qilishadigan insonlar ekan akalar. Bu yoqda remont ishlari ketyapti, ko'rib turibsizlar akalar. Yaqinda yangi gullar 2026-yilda fasonlarga tushadigan yangiliklar bo'yicha ish olib borishyapti ekan hozirgi kunda. Yana bitta narsani ko'rsatib o'taman. Chust Concord zavodida shu yoqda mana assortimentlar terib qo'yishibdi. Hammalari 1 million 450 ming so'mdan assortiment olsanglar bo'ladi. Bulardan kelishilgan holatda do'konlarga olib ketib, hamkorlik qilsanglar ham bo'lar ekan. Ekranda nomerlarni qoldiraman. Shartnoma, kelishuvlar qilmoqchi bo'lsanglar, Chust Concord zavodiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bitta like bosib, mana shunaqa ishlarga, bizneslarga qiziqadigan do'stingizga jo'natib qo'ying.